Assalamu alaykum hörmətli anlıqçılar, xeyirli günlər. Yazğıcı Yasincan Sadıqçılarının Bahadırnamə namlıq romanının davamını anlayırsınızlar. Taşkent. Tomuz qoyaşı o't pürküydü. Hava tolumu dımıq idi. Buğdaylarının tezrək pişişini töt göz bilan kütüvatqan dehqanlar bundaq boluqmının uzaqraq davamlashishini tilaydi. Çağırbağının o'ttirsığı joylashgan ko'l bo'yidagi pichoq yetkisiz to'rt tip chinorining ostiga ko'tarib yasalgan shoxsupa har holda salqin edi. Shoxsupaning to'ridagi qat-qat silingan ko'rpida Sulton Mahmudxon par yostiqqa yo'langunicha yonboshlab yotadi. Uning o'ng tarafida Said Muhammad Mirzo badashqon qurib o'tiradi. Sulton Mahmudxonning ikki mahram, Said Muhammad Mirzoni bir mahram qo'llaridagi g'oz qanotida yasalgan yelpigishda asta yelpitdi. Muhammad Husayn Ko'raganga O'ritepa viloyati Suyrg'al qilib berilgandan beri inisi Said Muhammad Mirzo Sulton Mahmudxonning e'tiborli ham sirdosh mahrami bo'lib qolgan edi. Mayli o'rtada, mayli bazmi barovatlarda bo'lsin, yuqori martabalik e'tiborli amirlarga mansub bo'ladigan o'rin xonning o'ng yonida o'tiradi. O'rik, gilos, alocha, taka shaptul, to'g'az qatorliq yoz ne'matlari va har xil noz ne'matlar tizilgan dasturxonning oyoq tarafida Ne'mat Mirzo, Ahmadbey Talba, Sulton Junaydi Barlos qatorliq amirlar o'rin olishgan edi. Xonning xos sharobchisi bilan bir qancha soqi ularning bo'shigan jamlarga to'xtamay qimiz qo'yatdi. Qimizning ta'siridan muaytavur ularning mang'izlari qizirib, obdan xushkayf bo'lishgan edi. Sulton Mas'ud Mirzo Isarga lashkar tortib kelgan Sulton Husayn Boyqara oliylarining muqobilasiga chiqishga jur'at qilolmay, Qunduzni saqlashga Xusrav Shohni qoldirib, o'zi Samarqanddagi inisi Boysunqur Mirzoning qishiga ketibdi. deb gapini davomlashtirdi Said Muhammad Mirzo. Garchi Sulton Husayn Boyqara oliylari Mas'ud Mirzoning oldin to'sqi Abul Muhsin qatorliq bir qancha sarkarlarni avatgan bo'lsa-mu, ular Kamrut ig'zining yuqorisida Mas'ud Mirzo bilan uchrashib, hech ish qilmay qaytib ketibdi. Xusrav Shoh bo'lsa barliq kuchini Qunduzdan chekindirib, Hisarni mahkam bekitibdi. Mahkam bekitibdi degani mudofiya qilibdi degan ma'noda debdi o'zi hatto. Sulton Husayn Boyqara oliylari Hisar qo'rg'onini muhosirga elib, lahmi qezib, zambirak bilan hujum qo'zg'agan bo'lsa-mu, qilgan hujumlari muvaffaqiyatli bo'lmabdi. Tova, shuncha shavkatli Sulton Husayn Boyqara oliylarining kichikina Hisar qo'rg'onini ololmag'ini qarmamdigan, dedi Sulton Mahmudxon chiroyiga masxaralik kulki yugurtib. Ahvoldan qaraganda ul Xusrav Shohning xeyli karomati bor o'xshamamdi. Nimalar degan bilan Xusrav Shoh marhum Sulton Mahmud Mirzo oliylariga Amrul Umara bo'lgan desida. Dedi ishqog'isi Ahmadbey Talba gap qistirib. Uning ustiga ko'p yog'i ko'rgan, tadbirlik sarkarda do'stlar. Sulton Husayn Boyqara oliylarining muqobilasiga albatta chiqalaydi. Sulton Mas'ud Mirzoning qo'rqinchaqlik qilib Samarqandga enisini panoh tortib ketgani faqat qonlashmabdi. Balkim og'ini ittifoqlashib birlikda Mavara Nahir saltanatini saqlab qolaydi degandu. Dedi Said Muhammad Mirzo Ahmadbey Talbaning so'zlariga izohat berib. Marhum Sulton Mahmud Mirzo oliylari qazo qilgandan keyin Samarqand taxtigohini o'nchi egilash qariniyati amalga oshmay, Mas'ud Mirzoning qishiga berib og'inlarning o'tirsida fitna paydo qilganmi o'sha Xusrav Shohdir. Keyin u Mas'ud Mirzoni Balxga lashkar tortishga quturtib, Xorasonga tahlik solmagan bo'lsa, bad niyatligini tashlab og'inlarni ittifoqlashtirish kuch chiqargan bo'lsa, Sulton Husayn Boyqara oliylari Iroqdan lashkar tortib kelmas edi. Ko'pincha vaqtlarda amirlarning bad niyatligi xon podshohlarga balo bo'ladi. Said Muhammad Mirzoning kaskin so'zlarini anglab, Fago tarafda o'tirgan amirlar yana tilini chaynashga petin olmadi. Aslida Sulton Husayn Boyqara oliylari Xorasonga shukr qilishi kerak edi.
Xusrav Şahның Mas'ud Mirzani quturtib baliqqa tahlik salg'inini bahona qilib, Mavara Nahirga lashkar tatqanligining o'zi to'liq noinsoflikdir. Nimani degan bilan, u marhum Sultan Abu Said Mirza Alilarga kuyovul bo'lgan emasmi? O'z vaqtida Abu Said Mirza Alilar uningga malikasi Poyandi Sultan xonimni nikohlab berib, ota bola bo'lishib, qilgan sarkashlikni kechirib o'tmagan bo'lsa, uning bu chaqisi Iroq taxtigohi nada turibdi? Fahmimcha, rahmatli qaynatam Sultan Ahmad Mirza Alilarmi uning ashu kuyovlik martabasiga rioya qilib, ayni yili Yodgor Muhammad Mirzani o'ldirib, Iroqni egilib olishiga sukut qilgan bo'lishi mumkin. Ari, dedi Said Muhammad Mirza Sultan Mahmud Xonning mulohazasini tasdiqlab. An Hazratim to'lim aqlani yakun chiqardilar. Sultan Hüseyin Boyqara Alileri haqiqatan o'z nisibasiga shukr qilib, Sultan Mahmud Mirza Alilerining vafotini o'z zaminini kengaytirishning fursati deb bilmaslik kerak edi. Shunga Hisar tugul Qunduzni olamagan gap, dedi Sultan Mahmud Xon bilarmanlik bilan so'zlab. Hisardagi jangni o'z ko'zi bilan ko'rgan oyg'oqchilarning yetkazishicha, dedi Said Muhammad Mirza. Sultan Hüseyin Boyqara Alileri 4-5 yerdan laxmi qazdirib, laxmi orqali qo'rg'onga kirmoqchi bo'lgan ekan. Kutmagan yerdan ularning laxmisi shahar ichidagilarning qeziyotgan laxmisi bilan tutishib qopti. Shuning bilan qo'rg'ondagilar laxmiga is qo'yib beribdi. Sirtidagilar laxmining og'zini etib etgan ekan. Iskayniga yenib qo'rg'on ichidagilar o'z qo'ygan isqi bo'g'ilibdi. Hamda darhol ko'za, so'g'iladi suv to'shib kelib, laxmiga quyib qo'rg'on teshirkilarni chekindiribdi. Ertasi Sultan Hüseyin Boyqara Alilerining zambirakchilari zambirak etib qo'rg'on seplining bir burjigini o'rib etibdi. Bu namoz qilgan bo'lib qolgan chaq bo'g'ashqa Sultan Hüseyin Boyqara Alileri qo'rg'onga bostirib kirishga oldirmabdi. Ammo Xusrav Shoh lashkarlarini buyurib, bir kechada sepilning o'rilgan yerini qayta qo'pirib olibdi. Sultan Hüseyin Boyqara Alileri xeyli uzoq muhosir qilibmi, Hisarni olamagandan keyin sulh qilishib, marhum Sultan Mahmud Mirza Alilerining ikkinchi malikasi Beka Begimni Poyand Sultan xonishdan bo'lgan Amirzodasi Haydar Mirzaga ep berib, muhosirni bo'shatib qaytib ketibdi. Shu sababdan bo'lsa kerak, hozir Mavara Nahirda Xusrav Shohning xo'rigi texmi o'sib ketgan cheg'i. Sultan Hüseyin Boyqara Alilerining sulhini qabul qilib, lashkar chekindirishiga Hisarni 2-3 oy muhosir qilib olamaganligidan ko'ra, og'ilari Muhammad Hüseyin Ko'ragan janoblarining Mas'ud Mirza, Boysungur Mirzaga ko'maklashib, o'ri to'pidan lashkar tortib berib, Sultan Hüseyin Boyqara Alilerining cho'ng xonzodasi Uz-Zaman Mirzaning yo'lini to'sqanligi muhim sabab bo'ldi, dedi Sultan Mahmud Xon. Men ul adishimning Iroqni ko'rarligi, tadbirligi va aqlligiga azaldan qoyilman. Navoda Sultan Hüseyin Boyqara Alileri ul og'i ini xonzodlar o'rtasidagi nizo adovatlardan foydalanib, Mavara Nahirni istilo qilib olsa, tongli kuni ko'zini Farg'onaga, ondan Toshkentga tikmay qolmaydi. Ul adishim uning bu qarniyatini oldin ola bilib yetgan. Said Muhammad Mirza ko'z-ko'z qilgandek bo'lib qolmasin deb, aksining bu to'pisini tilga elishdan saqlangan edi. Sultan Mahmud Xonning bu ishni alohida tilga elishi so'rinda o'tirgan Ne'mat Mirza qatorliq amirlarning yuragidagi hasad o'tlarini texmi ulg'aytib etdi. Demismi Sultan Mahmud Xon o'ri to'pini Muhammad Hüseyin Ko'raganga suyirg'al qilib bergandan keyin Toshkentga qaytib kelibla Said Muhammad Mirzaga aksining amirlashkarlik martabasini berdi hamda Muhammad Hüseyin Ko'raganning qanday hurmatini qilgan bo'lsa, uning shunday hurmatini qilib, mayli o'rdadagi hukumat kengashlari, mayli bog' saroylardagi barobat bazmlarda o'ng yenidan o'rin berdi. Bu ish ularning ichini texim echishtirib o'tgan edi. Shu topda ular Muhammad Hüseyin Ko'raganning gapi chiqishi bilanla beoram bo'lishga boshlagan edi. Har qanday so'rinda uning gapi chiqsa, bir amal qilib parangning temisini boshqa tarafga burib yetdi. Hozirmi shunday qildi.
Tönügün Sərkərdi Muhammed Seyban xan canablaridan yana ma'lumot keldi. Dedi ordu ishqog'isi Ahmad Bey Talba xonning diqqatini chalg'itish uchun. Ma'lumotda deyilishicha, necha vaqtdan beri Turkistonga parokandachilik selayotgan qozoq sultonlarining ishini asosan bartaraf qilib bo'pti. Ular Sərkərdi Seyban xan janoblarining bir qancha qitimliq zarbasidan keyin sarkashlik qilishga petinolmas bo'lib, lashkar aholisini elib xeyli yiroqlarga ketibdi. Oliylari yorliq bersa Samarqandga lashkar tossam deb iltimos qilibdi. Said Muhammad Mirzo yo'lt etib Sulton Mahmud xonga qaradi. Sulton Mahmud xon nima uchundir bu ma'lumotga javob berishga oldirmay, qoshtishi jamdagi qimizni ishtiho bilan sumirdi. Samarqandga lashkar tortishga oldirmaganimiz yaxshimikin? Dedi Said Muhammad Mirzo. Birinchidan, Sulton Husayn Boyqara oliylarining tahlikasidan qutulgan Mas'ud Mirzo, Boysungur Mirzo va Sulton Ali Mirzo qatorliq og'a-ini xonzodalar qaytadan yorishib, xeyli kuchib qoldi. Ikkinchidan, og'amning ko'maklashishi bilan ularning saltanatimizga bo'lgan dushmanligi pasaydi. Muhimi, Turkiston qozoq sultonlarining tahlikasidan texi to'liq qutulgani yo'q. Navoda Sərkərdi Seyban xon lashkarlarini elib Samarqandga yurish qilsa, ol qozoq sultonlarini Turkistonga qaytadan parokandachilik sanmaydi deb hech kim hujja qilolmaydi. Samarqandga lashkar tortsa g'alaba qilishga bo'ladi-ki, mag'lub bo'lishga bo'lmaydi. Navoda mag'lubiyatga yuzlansak, Samarqandni deb Turkistonni qo'ldan berib qo'yamiz. Balkim Toshkentmi tahlikada qilishi mumkin. Buning oqibatini mo'ljallamak tez. Sulton Mahmud xon Said Muhammad Mirzoning taklifiga inkos qaytarmadi. Turqidan tanglikda qolgandek qiladi. Kanbay jangdagi mag'lubiyatdan keyin u o'sha amirlarning tavsiyasi bilan Muhammad Seyban xonni Samarqandga lashkar tortishga avatishga qo'shilgan bo'lsa-mu, Keray va Jambay xonning o'g'illari bo'lgan qozoq sultonlari Seyban xonning qasddan qilayotgan ig'vogarchiligiga chidamay, Sulton Mahmud xondan va'dasida turmadi deb qattiq ranjib Turkistonga hujum qilgan edi. Shu sababdan u Seyban xonni texsila Turkistondan midirlatmagan edi. Bu yercha ahvol qarab boqayli, dedi Sulton Mahmud xon mujmalla qilib. Demismi Sulton Husayn Boyqara oliylarining lashkar chekindirishi bilan Samarqanddagi ol og'a-ini xonzodalarda ishonch paydo bo'lib qoldi. Ular yana qanchalik ittifoqlasha oladi? Ko'rib boqmondiq. Shundoq, dedi Said Muhammad Mirzo to'mirni qiziqida so'qib. Mas'ud Mirzo og'a bo'lsa-mu, Samarqand taxti inisi Boysungur Mirzoning qo'lida. Mas'ud Mirzo inisining taxtda o'tirishiga ma'qul bo'lgan taqdirdami, Xusrav Shoh hargiz qoyil bo'lmaydi. Chunki u Boysungur Mirzoning taxtda o'tirg'izgan Ahmad Hojibek qatorliq amirlar bilan hargiz sig'isholmaydi. Texi Buxorodagi Darvish Muhammad Tarxon hazratlarimi bor. Demak, xonzodalar ittifoqlashgan taqdirdami, ularning bag'lar o'tirishsiz kelishtirgisiz nizo adovat bor. Qibligahimizning ahvoli qarab boqayli degani to'liq oqilona tadbirdir. Sulton Mahmud xonga gap yegizishga ko'zi yetmagan Mirzo Ne'mat Pasha qatorliq amirlar ilojisiz bir-biriga yerning tegidan qarab qo'yishib, jamdagi qimizni xuddi zahar ichgandek ichishga majbur bo'ldi. Andijon xiylidan beri javob kutib turgan Qosimbek Qovchin texchi bir qarorga kelamay o'tirgan Boburga betoqatlik bilan qarab qo'ydi. Babur hozir amir baglarining og'ziga qarab hukm chiqaradigan bola emas edi. Garchi har qanday ishni ularning maslahatiga selib kengash bilan qilsa-mu, ammo oxirgi hukmni o'zi chiqaradi. 18-19 yoshlarning qarasini ep qolgan, ko'krak bilan muskullari taraqqiy qilib, soqol burutlari xeyli yiriklashgan, kishiga aymandirib qaraydigan Boburdan hozir amir baglari xeyli hayiqatdi. Qosimbek Qovchin sili bir nima deysizlar deganini qilib, yenidagi Mavlona Xo'ja Abdulla qoziga ko'zi orqali ishorat qildi. Xeylidan beri ko'zini yerim yumg'unicha medar-sidar qilmay o'tirgan Bobur Mavlona Xo'ja Abdulla qozining maqsadli yo'tilishidan aytavr taxtga yo'lgan bastlik gavdasini ruslab javob kutib turgan ikki peshqadam amirga qaradi.
Samarqanddan kelgan xabar ishonchlikmidi? Bu xabardan hargiz gumonlanmag'aylar oliylari, dedi Qosimbek Qovchin oldirab javob berib. Mush 2 kundan beri oyg'oqchilarimiz uda 3 qitim ma'lumot avatib bo'ldi. Ularning ma'lumotlari Andijonga kelib ketib turgan savdo karvonlaridan anglagan xabarlar bilan asosan o'xshash. Samarqandda Tarxonbeklar to'planiga yuz berganligi rost ekan. O Tarxonlar to'planining sababini bilardingmi? Asosan bildim. Taxt o'tirgan o'tiranchi xonzoda Boysungur Mirzo Samarqandga birga kelgan Hisarbeklar bilan ko'proq aralashib, Samarqand ordusidagi ko'ni bagsibaqlarni saltanat ishlaridan chetlashtirgan cheri. O'zlarining ordida e'tiborsiz o'ringa tushib qolganligiga norozi bo'lgan bu amirlar Buxorodagi Darvish Muhammad Tarxon janoblariga arz qilishibdi. Sulton Mahmud Mirzo oliylari qazo qilgandan keyin Xusrav shohni Samarqanddan qo'g'lab chiqargan Ahmad Hojibek qatorliq amirlar Boysungur Mirzoni Hisardan akilib taxtga o'tirg'izganda Darvish Muhammad Tarxon janoblarining maslahatiga solmagan ekan. Darvish Muhammad Tarxon nimil bo'lsin, marhum Sulton Mahmud Mirzoga tog'a. Uning ul 3 xonzodasiga bobi yo'lliq emasmi? Mush ishdan ul Tarxonbek janoblarining xiyil qo'soq ko'pigi bor ekan. Boysungur Mirzo taxtga o'tirgandan keyin Darvish Muhammad Tarxonga ancha e'tibor qilmabdi. Kaminalarning bilishicha, Ahmad Hojibek bilan Darvish Muhammad Tarxonning xiyil burundilla porchiq pishmaydi, deb so'z qistirdi Mavlona Xo'ja Abdulla Qozi. O'tiranchi xonzoda Boysungur Mirzo Samarqand taxtida o'tirgandan keyin orduning Amrul Umaralik martabasini Ahmad Hojibekka tayin etibdi. Bu ish Darvish Muhammad Tarxonning o'g'sini texmi baqaytib etgan gap. Cho'ng xonzoda Mas'ud Mirzo bo'lsa, og'liq salohiyati bilan Samarqand taxti avval ming tegil bo'lish kerak deb qaraydi. O'tganda Sulton Husayn Boyqaro valiylarining tahlikasidan qochib, Samarqandga kelganida inisi Boysungur Mirzoning so'g'uq muomalasiga uchirganmi qandoq? Yana Hisarga qaytib ketibdi. Xusrav shoh bo'lsa, uni Samarqand taxtigohini qaytirib olishga undamoqda. Ahvoldan qaraganda Samarqand taxti rostli da'voda qolibdi-da, deydi Bobur. Shundoq on hazratim. Tunugun kech Samarqanddan kelgan oyg'oqchining yetkazgan ma'lumotidan qaraganda Darvish Muhammad Tarxon janoblari ishonchli chapdas navkarlari bilan Buxorodan yoshirinch kelib, Bog'navda Bahroman bazm qilib o'tirgan Boysungur Mirzoni tutqun qildi va uning o'rniga qarshidagi 3-xonzoda Sulton Ali Mirzoni taxtga o'tirg'izibdi. Samarqand taxtida ol og'i ini xonzodalar bir navbatdan o'tirib bo'pti-da amsa, dedi Bobur Qosimbek Qovchinning gapini bilib. Keyin qanday bo'pti? Ol Tarxonbek janoblari 3-xonzodan taxtga o'tirg'izib bo'lgandan keyin yaqinlar bilan xufiyona maslahat qilishib, Boysungur Mirzoning hayot tarixining yiltizini qirqmoqchi bo'lishibdi. Biroq Boysungur Mirzo o'ziga o'lim xavfining yaqinlab kelganligini his qilib, tahorat ilish bahonasi bilan Bo'ston saroyining shimol tarafidagi hojatxonaga kiribdi. Uning Muhammad Quli Qovchin, Hasan Sharbatchi qatorliq sadoqatman amirlari sirtidan Boysungur Mirzo ichidan moslashib, hojatxonaning temini teshib chiqib, arikning suv kiradigan so'ngichidan o'milab chiqib, Xo'ja Abdulmukarim Eshon hazratlarining qasriga berib o'tdi. Hojatxonaning ishkida turganlar bir hazodan keyin boshqacha bir ahvolni his qilib, qarisi Boysungur Mirzoning qishib ketganligini bilishibdi. Ammo izlab topolmabdi. Ertasi Boysungur Mirzo, Xo'ja Abdulmukarim Eshon hazratlari, Ahmad Hojibek va boshqa bir munchbek sipohlar bilan birlikda qo'zg'olib, taxtda o'tirganiga 2 kun bo'lmagan inisi Sulton Ali Mirzo bilan Darvish Muhammad Tarxonlarni arikka qamab olibdi. Ular arikni bir kunni qo'g'diyolmagan chig'i Xonzoda Sulton Ali Mirzo bilan Darvish Muhammad Tarxon asirga tushibdi. Boysungur Mirzo ularga saltanatga osiylik qilish jinoyati yuklab, cho'ng tog'asi Darvish Muhammad Tarxonni o'limga, inisi Sulton Ali Mirzoni ko'r qilishga buyuribdi. Darvish Muhammad Tarxon bu hukmga qoyil bo'lmay, saroyning to'rikiga yepishib olgan ekan, shu yerda o'ldirilibdi.
Ramiz Әмір Temir Sahib Quran Hazretleri saldırgan katta imaret. Kök sarayının acayip bir xususiyeti var. Dedi Babur içingan halda. Tömerizadelerden her kim baş götürüp çıkıp taxtda oltursa, aşı kök sarayda olturdu. Her kim taxt temas bilen kallısıdan ayrılsa, yeni şu kök sarayda ayrıldı. Hatta Palanı Xanzade'nin kök sarayga çıqa deydigan söz, onu öldürdü degan sözge kinoya bo'lib qolgan. Barhaq, dedi Qosimbek Qovchin Boburning so'zini tasdiqlab. Xonzoda Sulton Ali Mirzani ko'k saroyga chiqadi deb ko'ziga mil tatibdi. Ko'ziga mil tatmoq, ko'zni ko'r qilmoq debdi izohat. Lekin jarrohning qasddan qilganligidanmi yoki beparvoligidanmi aytavur, Sulton Ali Mirzaning ko'ziga zaxm yetmabdi. U bu holni hech kimga chandırmay, avval Xo'ja Yahyo Eson hazratlarining qasriga berib olibdi. Ondan ol Eson hazratlarining yordami bilan Buxoroga qochib ketibdi. Bu taxt davosiga jannat makon buzruk var pirimiz Xo'ja Abaydulloh Eson hazratlarining avlodlarimi o'rlashib qopdi-da, dedi Mavlona Xo'ja Abdulloh Qozi afsuslangan holda. O'ttiranchi Xonzoda Boysunqur Mirzaga amdamda bo'lgan Xo'ja Abdulmukarim hazratlari 3-chi Xonzodaga xayrxohlik qilgan ol Xo'ja Yahyo hazratlariga og'i bo'ladi emasmi? Cho'ng Xo'jazoda 2-chi Xonzodani, kichik Xo'jazoda kichik Xonzodani yo'lagan bo'lsa, Xo'ja avlodlari orasida dushmanlik paydo bo'libdi desa, shundoq dedi Qosimbek Qovchin. Bir necha kundan keyin Xo'ja Yahyo hazratlari og'zi Xo'ja Abdulmukarim hazratlaridan ozor yeb Buxoroga ketibdi. Boysunqur Mirza inisi Sulton Ali Mirzani talto'kis bo'ysundirish uchun Buxoroga lashkar tatib beribdi. Sulton Ali Mirza Buxorodagi Tarxondagilar bilan birlikda ularning muqobilasiga chiqib jang qildi. Bu jangda Sulton Ali Mirza nusrat qozonibdi va jangda asirga tushgan Ahmad Hojibekni Darvish Muhammad Tarxonning qisosi uchun o'limga buyuribdi. Hozir u og'zi Boysunqur Mirzaning kaynidan qo'g'lab Samarqandga yurish qilibdi. Cho'ng Xonzoda Mas'ud Mirzamo taxt tamasida Xusrav Shoh bilan birlikda lashkar tortib Shahri Sabzga yaqinlashibdi. Toshkent tarafdan kelgan yana bir ishonchli ma'lumotga qaraganda, Turkistondagi Muhammad Sayboni xon Sulton Mahmud xon oliylariga orqa-marqa ma'lumot yo'llab Samarqandga lashkar tortishga yorliq so'rab etibdi. Og'i ini Xonzodalarning taxt olishi sababidan qudratli Mavara Nahir saltanati shol kunlarda halokat girdobiga berib qoldi. Navod Muhammad Sayboni xon lashkar tortib keladigan bo'lsa, birlik ittifoqligi buzilgan bu Xonzodalarning Samarqandni saqlab qolmoqi tas. Shunlashqa oliylarining darhol bir qarorga kelmagi to'liq zarur. Samarqand ozkam 140 yil mobaynida Janob Qibligohimizning Ota Jannat xonadonining poytaxti bo'lib kelgan. Shunga Samarqand taxtigohida sil o'ltirslar hech kim g'iding-piding qilolmaydi, dedi Mavlona Xo'ja Abdulloh Qozi Boburni rag'batlantirib. Yana sukut qilsak fursatni qo'ldan berib qo'yishimiz mumkin. Kim biladi, Hirotdagi Sulton Husayn Boyqaro oliylarimi nima o'y, nima ko'yladi bo'lib o'tadi. Babur biroz o'ylanib turgandan keyin gelini qirib qo'yib eg'iz ochdi. Qaysi bir hukmdorda saltanat havisi, yurt ib tasarrufini kengaytirish orzusi bo'lmasin. Men ham bu havas orzulardan mustasno emasman. Biroq boyadan beri janob amirlarning Samarqandga lashkar tortish da'vatlariga oldirab ifoda bildirmasligim sabab otasidan ayrilib qolg'ili ancha uzun bo'lmagan Aşı 3 nevri qeyrindoshlarımni nazarga olgan edim. Chunki har birlariga ma'lum, otasidan ayrilib qolish azobini men tatib boqqan hamda ol jannat makon otamning musibati bilan tang tasarrufimizga taraf-tarafdan kalkun kabi bostirib kelgan tahlikalarning mudhish vahimisini his qilib boqqan. Shu sababdan o'zimni ashu xonzodalarning o'rniga qo'yib ko'p mulohiza qildim. Ular hozir turgan mushundaq paytda lashkar tortsam nomardlik bo'lib qilishdan ansirgan edim. Ammo tushunib yetdimki, ularning ahvoli menikiga tamoman o'xshamaydi ekan. Ular 2-3 yildan beri otasidan qolgan saltanatni bir niyat,
bir maqsadni mustahkamlamakda yo'q. Og'a inilar bir-birining hurmatiga rioya qilmay urush qo'zg'atdi. Yana sukut qilsam Mavara Nahri saltanati ularning qo'lida xarob bo'lib ketgidek. Balkim ular taxt saltanatni bir-biridan qizg'inishib, yotlarga tattirib qo'ygidek. Uningdan ko'ra Samarqand taxtigohini burunroq ilkim og'inim tuzuk ekan. Boburning bir qarorga kelganidan xushal bo'lgan ikki amir mamnunlik bilan bir-biriga qarashdi. Posibonimizning jasoratiga opirin, tezroq yorliq tushirgaylar. Samarqandni deb Andijonni tashlab qo'ysak bo'lmas, dedi Bobur tamkinlik bilan. Ikkilardan birlari Andijonda qolsalar. Oilelari to'limi atrofli o'ylabdilar, dedi Qosimbek Qovchin Boburning muddasini tushunib. Kaminalarining Asiyodi Samarqandga lashkar tortish ishi bilan bo'lib ketib, bu tarafini unutibman. Meningcha Mavlono Xo'ja Qozi hazratlari o'rda arkonlar orasida emas, avom ra'yat orasida katta obro'ga ega. So'ng Qozi hazratlari Andijonda qilib, yurtparchilik ishlariga muvakkal bo'lsa qanday bo'lar? Mening xiyolim shu, dedi Bobur. Sipohlardan Ali Do'stag'oyi Xo'ja Qozi hazratlari yordamda bo'lsin. Enim Jahongir Mirza bilan o'z narsani oqsidan midirlatmayli. Qolgan sipohlar biz bilan birga lashkariy yurishga chiqsin. Meningcha Jahongir Mirzani yonlarida saqlaganlar afzalmikin, dedi Qosimbek Qovchin. Hasan Yoqubbek qilgandek ish yana takrorlanib qolmasin deymana. Bobur Qosimbek Qovchinga yo'l qilib qaradi, ammo ifoda bildirmadi. Bundan 3-4 yil ilgari Mirza Hasan Yoqubbek Boburning o'sib ketgan vaqtidan foydalanib, Jahongir Mirzani taxtga o'tirg'izmoqchi bo'lganda, Mavlono Xo'ja Abdulla Qozi, Qosimbek Qovchin, Ali Do'stag'oyi, O'znasan qatorliq amirlar sezib qilib, darhol Xonish Ison Davlat xonimga ma'lum qilib, Hasan Yoqubbekning bu shum niyatiga xotima bergan edi. Bobur o'shdan qaytib kelib, inisi Jahongir Mirzani yana oqsiq avatdi hamda shundan keyin shubhilik tomoqlardan ehtiyot qilib, xos Bekovul begidan boshqalarning qo'lidan tomoq yemaydigan bo'lgan edi. Bunda qisam Mirza O'znasanning sadoqatiga ishonmagandek ish bo'lib qolarmikin? Dedi Bobur o'ychanlik bilan. Samarqandga lashkar tortishdek cho'ng ishqi tamshilayotgan chog'da amirlarning ko'ngliga shubhi paydo qilmagan yaxshi. Undaq bo'lsa, dedi Mavlono Xo'ja Abdulla Qozi. Samarqandga lashkar tortish bahonasida Oqsidan lashkar yo'tkayli. Oqsi qo'rg'onini saqlayotgan 5000 lashkar bor. O'sha lashkarlarni birga elib ketsalar xotirjam bo'g'ilib bo'ladi. Gerçi Xonzoda Jahongir Mirza bilan O'znasanda undaq badniyat bo'lmagan bilan Xonzodaning validasi Xonish Fatima Sulton xonimning niyati ancha durust emas. Ayni chog'da Hasan Yoqubbekni ostiddan kuchkirtganmi Xonish Fatima Sulton xonim ekan. Buzrukvar Xonish Ison Davlat xonimning to'sib qo'yishi bilan bu ishni oxirigacha surishtirmagan edi. Mayli shunday qilaylik, dedi Bobur. Shunday qilsak kavobmi zixmi ko'ymagidek. Ammo 5000 lashkarning hammasini qaytarib kelsakmi bo'lmas. Har ehtimol qarshi Oqsi qo'rg'onini muhofazat qilishga lashkar qolsin. Darhol yorliq yetkazilsin. Oqsidan 3000 lashkar Samarqandga qarab yo'lga chiqsin. Oqsi lashkarlarga Ahmad Tanbal sarkarli bo'lsin. Ular bilan yo'lda uchirsaylik. Qachon yo'lga chiqsak bo'lar? Tayyorliklarni puxta qilib 3 kundan keyin yo'lga chiqaylik. Farmon berdormiz. Ikki amir das o'rnidan turib Boburga salom berdi. 3-4 oydan beri Samarqand shahri 3 tarafdan kelgan zo'r qo'shinning qurshovida qolgan edi. Shahar sipilining mustahkamligiga, g'amlagan oziq-tulikining mo'lliqiga ishonch qilganlik uchunmi yoki 3 tarafdan hamla qilib turgan Oqsi Mas'ud Mirza bilan inisi Sulton Ali Mirza va navri inisi Boburning o'tirsida ittifoqlik, birlikning yo'qligini bilgachkimi, Boysung'ur Mirza shaharning darvozalarini mahkam taqib, barliq lashkarlarni sepilga chiqarib, ham ehtiyotchanlik, ham sabrchanlik bilan mudofiya holatida turib-o'tdi. Demisimo Samarqand taxtini tamal qilib kelgan bu 3 qo'shinning o'tirsida do'stlik, ittifoqlik yo'q edi.
Ular bir-biridan ehtiyot qilib, shaharga yuraklik hujum qo'zg'ayanmaydi. Shuncha sham bilan lashkar qatib kelib, 3-4 oydan beri hech ish qilinmaganligi uchunmi Boburning ichi pushiq edi. Uningsizmi Kashkuzning nashtardek ochiq shamili dalada chedir tikib yetayotgan lashkarlarni obdan qiynayotdi. Ya puxadan chiqqidak jang qilolmay, yoki chekinib ketolmay, sovuqda qiynayotgan lashkarlar ich pushig'ini besish uchun desa sharob ichadi. Qimor o'ynaydi. Pat-pat jidal majra qilishadi. Ularga sarkarlarning to'sishlari, lashkariy tuzumni past qilib aybi ko'rsatishlari qor qilmayotdi. Chedirda o'tirib elib zerikkan Boburmu har kuni Ko'hak daryosining bo'yida yolg'iz xiyol suratdi. Qanday qilsam bo'lar? Lashkarlarni chekindirib Andijonga qaytib ketay desam, Mas'ud Mirza bilan Sulton Ali Mirzalar hech midirlaydigandek emas. Hammasining oldida chekinsam, ularning oqimdan masxir qilib kulishi turganligi. Turaveray desam, kundan kunga sovuq tushib ketib boradi. Lashkarlarni sovuqda qiynaganni ozdab, oziq-tulikdan qiynab qo'yaman. Boysunqur Mirza haqcha mushtarakni ko'zda tutib, o'zligimizdan chekinishimizni kutib, jangga chiqmay yetib olib boradi. Eng oxirgi qitim shaharga tegis qilib boqaymi ya? Balkim shaharni hujum bilan ola olishim tamoman mumkin. Biroq Boysunqur Mirzadan Samarqandni tortib olsam, og'i inixonzodlar darhol birilishida menga taqobil turadi. Nimalar degan bilan ular qiyrindosh emasmi? Og'i inlar birlashib men qarshi chiqsa, o'lchog'da Samarqandni qanchalik vaqt tutib turalarman? Hozir sharoitda jang qilib yengsammi, yengilsammi, o'xshashli hayotda qolgudayman. Aslida bu yilchi Samarqandga lashkar tortishga oldirmay tursam bo'pti ekan. Avval og'i inlar o'zaro qirg'in qilishib bir taraf bo'lgan bo'lsa, ondan qaysi yangsi shuni bilan Samarqand talashgan bo'lsam, bundoq tanqislikda qolmas ekanman. Boysunqur Mirzaning shaharni bundoq mustahkamlab olishni boshda o'ylashim kerak edi. Birli hujum bilan Samarqandni olsam, qoldi ishlar osonlik izg'i tushdi deb bekmi oddiy o'ylabdiman. Ishning ta'tirkagidan qaramamdi. Yo oldimga, yo keynimga mong'ul bo'lmasa, darhol bir amal tepishim kerak. Shundoq ketaveradigan bo'lsam, lashkarlarning jangdan ro'y yenib, jasorat sustlashidi. O'lchog'da Samarqandni elish emas, o'zimizni saqlab qolmoqimiz mutas bo'ladi. Anam Qutlug' Nigor xonimning mushundaq bo'lishini oldin ola bilib, Samarqandga lashkar tortishni bir oziq bergan bo'g'imidi. Nemish uningdan tavsiyalar so'rab baxmagan bo'g'iydim. Ota-ona rozilik bermagan ishdan bir chatoq chiqadi zodi. Oliylarga ma'lum bo'lg'ay. Bobur xiyoldan bosh ko'tarib oldirab kelayotgan Qosimbek Xalchinga qaradi. Nemish amir? Kichik xonzoda Sulton Ali Mirza bargohidan Xo'ja Yahyo Isan hazratlari elchi bo'lib kelibdi. Boburning chiroyida allaqanday bir gumon zohir bo'ldi. Muddasi nima ekan? Kaminalarga demadi. Bobur shoh oliylarining o'ziga deyman deydi. Muhim bir ish bilan kelgandek qiladi. Bobur o'ylanib turmayla 10 qadam nerida etini o'tlatayotgan oqtuchisini sharattildi. Yurslar, bargohga boraylik, dedi u oqtuchisi yetlab kelgan otga chaddashlik bilan minib. Bobur shoh chedirda Xo'ja Yahyo Isanni zo'r izzat ikrom bilan kutib oldi. Podshoh oliylarining dargohini ziyorat qilish niyatimiz bo'lsa-mu, Xonzoda Sulton Ali Mirza oliylarining boshqa xiyolda bo'lib kelishidan ehtiyot qilib, sig'inish o'tlarimizni besishga majbur bo'lgan edik. Dedi tavazuluq salom sahatdan keyin eg'iz ochgan Xo'ja Yahyo Isan hurmat bilan qo'l bog'lab turib. Allohga shukrkim, bugun u yagona qudrat egasi vaqt soatni bergan ekan. Podshoh oliylar bilan didor muloqotda bo'lganimdan o'zimni to'liq baxtiyor his qilaman. Men ham shu, dedi Bobur Xo'ja Yahyoga izzat ko'rsatib. Garchi murshidlarning peshvosi, tariqat sulkining yo'lboshchisi,
Tanrı'nın dostu rahmeti Büzürkvar Pirimiz Hoca Abeydullah İşan Hazretlerinin cemalini görüşke müyesser bulalmagan bolsakmı? Ul Pirimizning farzandi bolmuş Cenab-ı Hocazade Hazretleri bilen didarlaşkanımdan tolumu xursandman. Nävri qeyrindaşlarım bolmuş ul Xanzadlar bir-biri bilen bu derecede odavetleşmey, qeyrindaşlıkni a'lo bilip, og'liq hurmatiga, inilik izzatiga rioya qilib yaşagan, ulusda asoyishlik o'rnatilgan bo'lsa-di, ikkimiz bundaq loyiq bo'lmagan dargoh, loyiq bo'lmagan vaqtda ko'rishib o'ltirmagan, balkim allaqachon kelib ul jannat makon ishon pirimizning mozorlarini tavob qilgan, Cenab-ı Hocazadlarni o'sha tariqat dargohida ziyorat qilib, tariqat ilmidan ta'lim olgan bo'latdim. To'lma afsus, hozir yog'i tahlikasida turayotgan bo'lg'achqa, bu niyatimizdan vaqtincha voz kechishga majbur bo'ldik. Xo'sh, Hocazadamning dargohimizga qadam keltirishning boisi nimikin? İttifoq tuzmak, ko'maklashmak, dedi Xo'ja Yahyo Ishon gapning poskallasini qilib. Bu Xonzoda Sulton Ali Mirzo oliylarining muddasi. Buning podshoh oliylari nima deydi ekan? Xo'ja Yahyoning javobini anglab, Bobur qattiq hayajonlandi. Yo Andijonga qo'shin chekindirolmay, yo Samarqandga xotirjam hujum qila olmay tanqislikda qolgan Boburning qallisig'imi o'shunday bir xiyol kelgan edi. Ammo Xonzoda Sulton Mas'ud Mirzo bilan Xonzoda Sulton Ali Mirzoning qo'yisi bilan ko'maklashishga ko'ngil to'xtatolmay, shundaqla ularning bu taklifini qabul qilmasligiga ishonch qila olmay turib qolgan edi. Shu topda u ichki hayajonini yoshirib, so'g'uqqonlik bilan javob berdi. Bir tuqqan qeyrindishi bilan birlashamagan odam, mendek navri qeyrindishi bilan rostli ko'maklasha oladimi hazratim? Sultan Ali Mirzoning ittifoqlashishini o'ttirib qo'yishida boshqa muddasimi bormikin? Mavara unnahirning vaziyati podshoh oliylariga besh qo'ldek ayon, dedi Xo'ja Yahyo oldirab eg'iz ichib. Mencha oliylarga bu haqda tushuncha berish hojatsiz. Xonzoda Sulton Ali Mirzo oliylarining ul ichki og'isidan rostli ko'ngli qoldi. Ular og'liq hurmatini saqlamagan ekan, oxir Xonzoda ota saltanatini saqlab qilish muddasida o'ttirg'i chiqishga majbur bo'lgan edi. Ammo Boysung'ur Mirzo uning jiniga qasd qilmagan bilan ko'zni ko'r qilmoqchi bo'ldi. Cho'ng og'isi Mas'ud Mirzo bo'lsa o'ttirg'i tushib, lilla ikki qiz gap qilmoqda yo'q. Xusrav Shoh degan posiq vazirning chalgan depiga usul o'ynab, inalariga og'liq mehrini yetkazmadi. Va darixa, bu dardlarning qaysisini aytay? Ishqilib shuningga ishonsizlarki, Xonzoda Sulton Ali Mirzo oliylarining o'zlari bilan ittifoq bo'lib, ko'maklashish to'g'riliq so'z aytishida hech qanday xayr muddasi yo'q. Xonzoda sizlarga to'liq qoyil. Buni samimiy taklif deb bilgaylar. Bu taklifning samimiyligiga kaminlar imonim bilan kepillik qilaman. Shartchi, so'radi Bobur tamkinlik bilan. Shartni men so'ramadim. Eng yaxshisi ikkilar ko'rishib yuzdirani shartlashib ahd qilishganlara to'zuk. Amisi Sulton Ali Mirzoga so'zimni yetkazdi, dedi Bobur bir necha daqiqa xiyol surgandan keyin. Uning talabiga qo'shildim. Ammo ikkimiz ko'rishadigan o'rinni Qosimbek Qovchin bilan janoblar maslahat qilishib bekitishgaylar. Qosimbek Qovchin Xo'ja Yahyoni o'z chediriga boshladi va Bobur bilan Sulton Ali Mirzoni suvi so'g'ilib ketgan Ko'hak daryosining o'ttirsida ko'rishtiradigan, ko'rishishga har ikki taraf 5 dan navkarni hamroh qilib boradigan, har ikkilisi ot ustida ko'rishib so'zlashadigan bo'lib kelishdi. Chashka vaqti. Havo ochiq bo'lsa-mu, ko'k qahrida porqirab turgan quyoshning tapti yo'q edi. Ko'hak tog'laridan asgan kuz shamoli odamni haridek chaqatdi. Yoz faslidagi ikki qirg'iqiga patmay choy qilib oqadigan Ko'hak daryosining hayvasidan asarmi qolmagan edi. Bu yerda kichik tarom hosil qilib oqqan iqinlar otlarning tizig'imi kelmaydi. 5 nafardan navkarni agashtirib kelgan Bobur bilan Sulton Ali Mirzo daryoning o'ttirsida ko'rishdi.
Gerçi Babur Sultan Ali Mirza'dan 3 yaş küçük bolsun, ama birleşiş teklifini Sultan Ali Mirza avval koyganlık üçün, şundaqla Babur'un padişahlık mertebesi bolganlık üçün kadını tik tutup salam berişke aldırmadı. Akpışmak, hamsimiz, balı çıray kelgen Sultan Ali Mirza'nın əmdil ösüşke başlagan sakal borutları toluq qardımağanlık üçün yeşidin xeyli kiçik görünetdi. Ular Babur'un xatna toyda bir ketim körüşkence qayt körüşmegen bolsun, yanılı bir-birinin tonu bilişdi. Sultan Ali Mirza at üstüde hükümdarlarga xas salabet bilen oturgan Babur'a bir neçe dakika qarab etkenden keyin on kolunu sol kökrüge koyup besini sel egip salam berdi. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam Xanzadem. Sultan Ali Mirza avval salam bergen bolsun, padişahlık saltanat namını tılgı almağanlıqqa biraz açığı kelgen Babur, Xanzadem degan sözünü qəsdən tılgı elip, özünün mertebede onundan yuqarı turduğanlığını esiga saldı. Sultan Ali Mirza Babur'un qapqını türüp kılgan bu təəddisini dərhal düşendi. Padişah aliler bilen körüşmegeli şuncha yıllar boptu. Köp boy tatıplar. Hammam Qutluk Nigar Xanish alilerinin aziz teni salamet midir? Sultan Ali Mirza'nın bu sözleri derhal önümünü kösetdi. Xudoga şükür, salametçilik, dedi Babur tevazu bilen külüp. Valideleri Zühre Begim'i salamet durdu mu? Sultan Ali Mirza'nın anası Zühre Begim, merhum Sultan Mahmud Mirza'nın Toqal Xanishiydi. Şuna Babur onu Hammam Xanish dep atmay, valideleri dep atıdı. Xudoga şükür, salametçilik, özlerge salam etti, dedi Sultan Ali Mirza. Her az, inim Sultan Veys Mirza'nın ahvalı qandaqraq, Xanish anam Sultan Nigar xenimçu. Her oldu Hammam bile ögey inanı unutup qalmapsan. Qaraganda xeyli adamgerçiliğin bar oqşaydı. Ha, ulama teni saman, dedi Babur xiyalını yığıp. Sultan Ali Mirza tılgı ağan Sultan Nigar xenim, Babur'un anısı Qutluk Nigar xenimden bir qosaq sınlısıydı. Sultan Mahmud Mirza vafat bolgandan keyin oğlu Sultan Veys Mirza'ni erkiletni ismi Mirza Xan. Sultan Veys Mirza'ni elip Samarqanddan Andijonga yenip kelgan edi. Hoca Yahya Hazretleri arqılıq bildirgen muddalarını öz ağızlarından anlap baxsam deyman, dedi Babur gapni asli maqsadga yo'tkab. Mudda şulki, dedi Sultan Ali Mirza, Cenab-ı Padişah aliler bilen kömekleşip, nainsap ağam Baysungur Mirza karşı birlikte sep tüzüş. Babur Sultan Ali Mirza'nın közüge tikilip durup sordu. Şartçu. Söhbet halkılık yagi kelgen idi. Sultan Ali Mirza gap qilishga ağzını ömellep bulup yana to'xtab qaldı. Babur bolsa at üstüden salabıtını buzmay o'ltiratdi. Onun Samarqandni şart qilganligini oldin paraz qilgan Sultan Ali Mirza oldirab eg'iz echishga jur'at qilolmadi. Onun Babur'un yardımcısı Samarqandni olamaydiganligini his qilib yetgan edi. Qanday qilish kerak? Samarqanddan voz kechish kerakmi? Voz kechmasa Babur bilan ittifoq tuzish mumkin emas. Chunki u shuncha yiroqdan Samarqandni deb kelgan. So'ng unga yo'l qo'yishi mumkin emas. İttifoqlashmasa akalarini yengishi texmi mumkin emas. Baburni tashlab ikki akasidan biri bilan ittifoqlashishi, biroq ular unga qanchalik simin beradi? Samarqandni hargiz bermaydi. Balki Mavara Nahirdagi cho'ng viloyatlarni bermasligi mumkin. Buxaroni tortib olishi mumkin tehi. Baburning yordamiga tayanmasa, Samarqandni elish tugul, ilkidagi Buxaroni saqlab qolmasligi mumkin. Ziddiyatli xiyollar qaynimidan bir boshqa chiqolmagan Sultan Ali Mirza hasratlik uxtatdi. Olilerning muddasini anglab baxsam deyman. Baburning uningdan kutayotgan javobi dal mush edi. Shunga tuzit qilib o'ltirmadi. Samarqand barliq tumanlari bilan mening tasarrufimda bo'ladi. Uningdan boshqa Kesh, Xuzar, Karmina, Qorako'l viloyatlari mening ilkimda bo'ladi. Sizlar Buxorodan boshqa Qorishni ilkilarida tutadilar. Hisar, Qunduz,
Termiz viloyatlarini og'ilari Mas'ud Mirzaning tatib olishlariga laskariy jihatdan ko'maklashiman. Kish deganning yana bir ismi Shahrisabz deb izohatda. Sultan Ali Mirza Boburning qat'iylik chiqib turgan ko'zlariga yalt etib qarab etib, sal qizargan holda eg'iz ochdi. Qarshi azaldan suyurganligim edi. Uni o'z vaqtida marhum xonatdan menga berib o'tgan. Xuzar bilan Karmina viloyatlari Samarqand bilan Buxoro orliqida. So'ng bu ikki viloyatni birdan o'lishsak, Karmina Buxoroga yaqin ham qosil. So'ng bu viloyat mening tasarrufimda bo'lsin. Hisar, Kunduz, Termizni olsaqmi tang bo'lishaylik. İşlerimiz vücutga chiqqandan keyin mening podshohlik saltanatimni e'tirof qilishlar kerak. Sultan Ali Mirzaning xiyil yo'l qo'yayotganligini his qilgan Bobur yana tirkishib turishni loyiq ko'rmadi. Bu shundoq bo'lishgandimi, Mavara-un-Nahir vodisining sharq tarafidagi yerimdan ko'proq simin Boburga tava bo'ladi. Bo'pti, deganlardek bo'lsin, dedi u gapni cho'rtli kesib. Qosimbek Qochin janoblari bilan Xo'ja Yahyo hazratlari bitim gezishsin. Ondan möhrimizni basaydi. Yana bir gap, dedi chiroyi sal ichilgan Sultan Ali Mirza. Balkim podshoh oliylarimiz his qilgan bo'lishi mumkin. Samarqandning oziq-to'ligi mo'l. Ular bu yil qishni sirtdan yordamsizlik chiqara oladi. Ammo biz lashkarlarimizning oziq-to'ligini to'sib kelmasak bo'lmaydi. Uning ustiga sovuqda lashkarlarning oydalarda chedir bargoq tikib, qishlimi qilma mushkul. So'nglashqa hozircha lashkar chekindirib, oldimizga yozda qaytadan lashkar tatib kelsak qandoq deydilar? Oziq-to'lik masalasiga beshiq etib turgan Bobur bu taklifga darhol qo'shildi. Mayli shundoq qilaydi. Hozircha Boysungur Mirza bilan jang qilishni Mas'ud Mirzaga o'nch tashlab beraylik. Daryoning qirg'oqida Qosimbek Xochin bilan Xo'ja Yahyo vaqtliq chedir tikib, dasturxon hozirlab turgan edi. Bobur bilan Sultan Ali Mirza chedirga kelib, dasturxonda yondash o'tirib g'izallanishdi. Amaliyotda bu tuz yeyishib qasam qilishgan bilan o'xshash edi. Tamoqdan keyin Qosimbek Qochin bilan Xo'ja Yahyo yezib tayyorlagan ikki nusxa bitimga muhrlarni besishdi. Amsa yozuvchi bug'doy urmusdan burun kelib, mush yerda ko'rsaydi. Dedi Bobur Sultan Ali Mirza bilan xo'shlashib. Allah xolisa, dedi Sultan Ali Mirza. Hammam Qutuq Nigar xonishqa, xonish onam Sultan Nigar xonimga, inim Sultan Rais Mirzaga va boshqa urug'liqlarga salom degaylar. Silmi onalari Zuhra begimga salom degaylar. Ular yaxshi tilaklarini bildirishib xo'shlashdi. Kichik inisi Sultan Ali Mirza bilan Boburning tuyuqsiz lashkar chekindirganidan xabar topgan Sultan Mas'ud Mirza bir-ikki kun tengirqab turgandan keyin xiylidan beri oshiq bo'lib yurgan Shayx Abdulla Barlasning qizini elib Hisarga chekindi. Toshkent yoz fasli oxirlashay deb qolgan edi. Orada ishqog'isi Ahmadbek Talba ancha cho'ng bo'lmasmi, ammo jahondagi hamma mevalar tepiladigan orqa o'ylasidagi beg'ida Mirza Ne'mat Podsho, Sulton Junaydi Barlas, Ayub Bakcha qatorliq yaqin o'tadigan hamtovoqlar bilan xos suhbat qurgan edi. Qattiq ehtiyot qilishgan bo'lsa kerak, dasturxon atrofida mulozimat qiladigan bir xizmatkor yo'q edi. Choy sovib qopti emasmi? Dedi Ahmadbek Talba chaynakning yo'g'on qo'sqini tutib beqib. Sovuq choy yoqadigandak qiladi. Dedi Ne'mat Mirza piyolasidagi zafar choyni o'tlag'ash. Ishqog'isi janoblarini xizmatga sep qo'ydikmi nima? Uyat bo'ldi-da. Yo'qsa, undaq demaslar. Har birlariga o'z qo'lim bilan mulozimat qilganimdan to'liq xursandman. Bumi g'animat fursat deslar. Mulozim jakarlarning og'zi bo'sh keladi. Maqsad muddalarimiz qattiq sir tutilgani yaxshi. To'g'ri, ehtiyot qilmay bo'lmaydi. Said Muhammad Mirzaning xufiya payloqchilari har joyda bo'lishi mumkin. Sulton Yunusxon oliylarining vafotidan keyin Sulton Mahmudxonga shuncha jon ko'ydirib parvish qilibdimiz, lekin kutganimizdek tuzuk natijaga erishmayapmiz. Dedi Sulton Junaydi Barlas qo'lidagi qirg'ovul pochiqni g'ajilg'ach.
Mirza Muhammad Hüseyin ko'ragandan herhalde qutulduğuq deb xush bo'lsaq, o'rniga inisi Said Muhammad Mirza chiqib oldi deysizlar. Xon oliylarmi Muhammad Hüseyin ko'raganға odash og'inam deb ziyoda e'tibor qilib ketgan edi. Mana endi uning inisi Said Muhammad Mirzani uningga ziyoda e'tiborlayotdi. Biz bo'lsak shuncha xizmat qilibmi, yana bu so'g'ning sirtida qilyapmiz. Dedi Ayub Bagjay dadxo'rlik bilan so'zlab. Yana qo'l qo'yishtirib turadigan bo'lsak, atogin ordidan qo'g'lanimizmi tehi. Shunga har birlarini xufiyona kengashga chillashim. Dedi Ahmad Bey Talba. Suv kelgichi to'g'an debdikan ko'nala. Herhalde bexod yurmay birer tadbir ko'yishtirayli janoblar. Xo'sh, ondaqda o'zlarining o'ylaganlarini anglab boqayli. Dedi Sultan Junaydi Barlas. Ahmad Bey Talba uzun shappurtini tıxmaq barmoqlari bilan o'ynab turib, biroz o'ylanib olgandan keyin yig'iz ochdi. Hammalarga ma'lumdir. Kaminlari Cho'ngxonzoda Sulton Muhammad Xon ekanning bek atkasi. O'za kuni ul xonzodani chekib baqsam, "Men o'shundoq kunlar nesib bo'larmi ustoz?" deb xonatisining o'rnida taxtda o'tirish xiyolini yushirib ketmadi. "Silanim" deb javob berdilar. Aldirab so'radi Sulton Junaydi Barlas. "Nima deydim? Hammadan orzu qilmoqlik muhim xonzodam. O'shundoq orzular bo'lsa, murodlari cho'qim hosil bo'ladi. Ammo buning uchun oz to'la harakat qilmoqlari zarur" deb javob berdi. Buni anglab xonzoda bekmi xushal bo'lib ketdi. Bu ish vujudga chiqadiganning amali bo'lsa, har qanday ishda og'izlari qarayman, yo'l ko'rsatgaylar deydi. Bu ishni vujudga chiqarmoq uncha oson emas, dedi Ayub Bagjay o'ylangan holda. Sulton Mahmudxon oliylari Toshkentdan medirlamay turib oldi. Qaysi kuni Turpondagi inisi Olachiqon oliylarining gapi chiqib edi. Turponni ziyoda maqtab ketdi. Turponni buncha sig'ingan bo'lsa, berib kelmamdilar desam, Alloh xolisi bir necha yildan keyin borarman deydi. Navoda Turpon tarafga ketgan bo'lsa-da, o'rniga shaqqida Cho'ngxonzodaning taxtida o'ltirg'izib olgan bo'ladi. Buning boshqacha amali bor, dedi Ahmad Bey Talba chiroyiga sirliq tus berib. Ish amir uning chiroyiga gumonsirab qaradi. "Esla janoblari, buning qandoq amali bor?" Ahmad Bey Talba bir necha daqiqa turib olgandan keyin javob berdi. Navodaxon oliylari Turponga emas, Allohning dargohiga kasimi o'xshashli Cho'ngxonzodani taxtda o'ltirg'izg'ili bo'ladi. Ish amirning chiroyini birdan vahima bosdi. Atrofiga tashvish bilan bo'yindab qaradi. "Nimanda qo'rqinchlik qilishdilar janoblar?" dedi Ahmad Bey Talba masxirlik kulib. "Xotirjam bo'lishdilar. Bog'da bizdan bilak hech kim yo'q. Chakarlarning hammasi bog'ning sirtida." U biroz turib elib yana davom qildi. "Bunchalik gapga shuncha aloqsada bo'lib ketishsizlar, rasmiy ishni ro'yobga chiqarish mumkin emas o'xshaydi." "Undaq deganlar bilan bu o'ynashadigan ish emas", dedi Mirza Ne'mat Pasha tatirib ketgan chiroyiga zo'rg'a kulki yugurdi. "Tamnomi xulqi bor debdikan. Ehtiyot qilmay bo'lmaydi. Navoda sal palla chandurib qo'ysak, xonga osiylik qilish jinoyati bilan jaddi jamiyatimiz qirib tashlanadi. Garchi hammamiz o'rnining yuqori darajalik mansabdorlar bo'lsakmi, qo'limizda lashkariy huquq yo'q. Lashkariy devon Said Muhammad Mirzaning qo'lida. Turkistondagi Muhammad Saybonxonning xiyolini bilib bo'lmaydi. Rostini desam, u kishi ko'zimga to'liq sirliq ko'rinadi. Ko'rinishda bizga yaqinchilik qilayotgandek qilgan bilan ko'nglidagi muddasini hozirgacha bildirgani yo'q. O'ri tepida Muhammad Husayn ko'ragan bor. O'zi yiroqda turgani bilan o'rdadan ko'langisi texchi yo'qolgani yo'q. Uning nerisida bo'lsa Bobur podshoh bor. Yeshi kichik bo'lgani bilan dadasining taxtida o'tirgan bir necha yildan beri boshqacha kuchayib ketdi. Ular birlashadigan bo'lsa,
biz herkesmi tenkilenmeymiz. Bözürük Xaniş İhsan Dövletxani bilen Şahbegim mübatehi. Mezlum kişi boğunuğa yeni gelip qeyrığına bakmay, saltanat işleri aralışıp yürüdü. Ol iki mezlumның küçü bir tümen leskерden qilishmaydı. Xalqni kökke götürüp özümüzni kam sındırmaylı. Men hazırlı iş başlaylı demekçi emasman. Dedi Ahmet Bey Telbe sal terip ketdi. Bu taraflarni menmi o'ylagan. Sözümge quloq selishsila. Kaminlarning maslahati mundaq. Sultan Mahmud Xonni ko'zdan yo'qotishdan avval Babur podshohni taxt saltanatdan ayirish kerak. Babur podshohni saltanatdan qanday ayiramiz? Aldirab so'radi Ayub Bekchek. Avval gapimni yirmay anglab baqsila. Dedi Ahmet Bey Telbe. Babur podshohni saltanatdan ayirish chorasini o'ylab qo'ydim. Har birlariga ma'lum, Babur podshohning ona bilak inisi Jahongir Mirza bor emasmi? U hozir Oqsida. Inim Ahmet Telbening avatgan ma'lumotidan qaraganda, Jahongir Mirza bilan Oqsida turayotgan Uzun Hasanning Jahongir Mirzani Babur podshohning o'rnida taxtga o'tirg'izish xiyoli bor ekan. Bu ishni inim Ahmet Tembel ol Uzun Hasan bilan bir qitim xufiyona maslahat qilishibdi. Babur podshohning o'tgan yili kuzgi muvaffaqiyatsiz Samarqand yurishida inim Ahmet Tembel ko'p jasoratlarni ko'rsatib, ishonchisiga erishibdi. Garchi u Andijon o'rdasida ishki beglardan bo'lsin-u, osh qitimga yurishdan keyin Babur podshoh unga martabalik beglar qatorida muomala qildigan bo'pti. Enalar Ahmet Tembel bilan Uzun Hasan bu ishlarni allaqachon xufiyona kutishib bo'lgan-kanda, dedi Sultan Junaydi Barlas. Shundoq, faqat bizlar jim yuribdimiz. Ularga fursat kelib turamiz, dedi Mirza Ne'mat Pasha. Hozir Babur podshoh Sultan Ali Mirza bilan Samarqandni elish qo'ydi. Ta'mimcha, hozir Andijonda tuzuk lashkarmi yo'q? Rost aytdilar janoblari, dedi Ahmet Bey Telbe. Babur podshoh bu yil yozda Samarqandga qayta lashkar tortib qolgandan keyin Sultan Ali Mirza bilan birlashib Samarqandni muhosiraga olgan bo'lsa-mu, lekin texchi shaharni elishga muvaffaq bo'lolmabdi. Inim Ahmet Tembelmi uning yendi bo'g'ashqa Uzun Hasan fursat kutib etibdi. Navoda Babur podshoh Samarqandni olsa, Jahongir Mirzani taxtga o'tirg'izish ishi so'g'ichishammikin? Dedi Sultan Junaydi Barlas. Qandoq deydilar? Samarqand taxtigohini olqiniga ilib olgan Babur podshohning ishig'i tegishga kimni petin olsin? Ahmet Bey Telbe xotirjamlik bilan xirildab kuldi. Babur podshohning ishig'i tegishga petin oladigan odam bor. Amir janoblari kimni nazarda tutdikin? Ol Babur podshohning tog'isi bo'lmish Sultan Mahmud Xon oliylar bo'lmay yana kim bo'ladi? O'ltirganlar xirildab kulishdi. Rost, buni o'ylamabdik. Xon oliylari Tangridan bilak har kimning ishig'i tegishga petin olaydi emasmi? Albatta biz uprmaslikka ilik tilimizni ishqa silib madad beramiz-da. Tunigun Muhammad Seybonxondan yana maktub keldi, dedi Ahmet Bey Telbe hamrohlarini og'ziga qaratib. Uning deyishicha, Samarqandda qamalda qolgan Boysungur Mirza uningdan yordam so'rab maktub avatibdi. Biz mush fursatdan foydalanib xon oliylariga Muhammad Seybonxonni Samarqandga lashkar tortishga yorliq tushirishga da'vat qilaylik. Ol Seybonxon Samarqandga lashkar tortsa, birinchidan Babur podshohga oromchilik bo'lmaydi. Ikkinchidan xon oliylari bilan Babur podshohning orasi yana buziladi. O chaqda inim Ahmet Tembel bilan Uzun Hasanning Jahongir Mirzani taxtga o'ltirg'izishiga fursat chiqadi. Ondan bizmi ahvol qarab ish ko'ramiz. Balkim xon oliylaridan burunroq Muhammad Husayn ko'ragan bilan inisi Said Muhammad Mirzaning ishini bartaraf qilarmiz. Ishlar oshundoq natijalansa, xon oliylari bizning og'zimizga qarmay iloj qila olmaydi.
Ağa ini Amirzodlarni ko'zdan yo'qotsak, orada albatta bizning ilkimizga o'tadi. Baysungur Mirzaning Muhammad Seybon xondan yordam so'rag'ini qaraganda, Samarqandning ahvoli xeyli xatarlik o'xshamamdi. So'radi Ayub Bekchek. Елімі Самарқанд қамалды тұрғылы бір нәт жай боп қалды, деді Нығмет Мырза. Күздің 3-4 ай қамалды тұрып мұ, озық төлік хейлі қорған еді. Бұл қайтымқы қамалда озық төлік асасын түгеген болышы мүмкін. Samarqand atrofidagi yezi qishloqlarning bug'doylarini Bobur podshoh bilan Sulton Ali Mirzoning lashkarlari o'rib yeb tugitib bo'ldi. Samarqandliklar bir til dong'imi erishamadi. Ahvol mushundoq tursa, yordam so'ramay qanday qiladi? Baysungur Mirzoning Sulton Mahmudxon oliylaridan yordam so'rashga yuzi chidamabdi-da. Kamboy jangidagi g'alabasini esdan chiqarmagan gap. Şu qitimqi jangda lashkarlarimiz xeyli ko'p talafotga uchragan edi. Xon oliylari mushuni bahona qilib Muhammad Seybon xonni yordam berishga avatmaymi qolarmi? Samarqand taxtigohini Bobur podshohning yolg'iz yutib olishiga yo'l qo'ymaslikni alohida askarsak, cho'qim gapimizga kiradi. To'g'ri. Xon oliylarini Samarqandga qiziqtiraylik. Samarqand taxtigohini azaldan tamaq qiladi emasmi? Bu dövrem Said Muhammad Mirzaning xon oliylarining ro'yini qaytarishiga hargiz yo'l qo'ymaydi. Kamboy jangdagi mag'lubiyatni esiga silib, Samarqandga qiziqtiraylik. Undaq bo'lsa, men inim Ahmad Tanbalga darhol maktub yozay. U fursat tepib Boburning lashkari kuchini parchalasin. Muhammad Seybon xon Samarqandni qo'liga olsa, Said Muhammad Mirza xon oliylarining oldida cho'ng so'zli emas bo'lib qoladi. Onungacha Jahongir Mirza Andijon taxtida o'tirsa, bizmi Cho'ngxonzoda Sulton Muhammad xon ekanni taxtda o'tirg'izishga bemalol taraddud qila olamiz. Shundoq qilaylik. Qudratlik Alloh egam ishlarimizga o'zi osonlik beradi. Ular maslahatlarni pishirishgandan keyin duo qilishib tarqalishdi. Boburning sarkard lashkarlari Samarqand shahrining sharqiy janub tarafidagi xon yurti o'tliqiga, Sulton Ali Mirzaning sarkard lashkarlari shaharning g'arbiy shimol tarafidagi Ko'li Mag'ak o'tliqiga qarorgoh qurib, Samarqand shahrini iskanjiga og'iniga 6-7 oy bo'lib qolgan edi. Bu jarayonda shaharga bir qancha qitim qattiq tegish qildi. Ammo Baysungur Mirza sepil mudofiasini chingitib, johillik bilan qarshilik ko'rsatdi. Yani kuz oxirlashib sovuq tushgili turdi, dedi Boburning bargohiga maslahatga kelgan Sulton Ali Mirza g'amkin turqini yo'shirmay. Podshoh oliylarining biror unumli tadbir bormikin, bilay deb kelishdi. Ishonchlarni yo'qotib qo'ymaslar oliylari. Bobur endi Sulton Ali Mirzani o'tgan yildagiga o'xshash Xonzoda deb atamaydigan bo'lgan edi. Baysungur Mirza Muhammad Chapko'riki bilan Mirza Ko'rikidagi mag'lubiyatidan keyin qo'rg'on sirtiga lashkar tortib chiqishga jur'at qilolmayotdi. Oziq-tulikni ashig'iga kelsak, bizning ahvolimiz har holda yaxshi. Ayg'oqchilarimizning yetkazgan ma'lumotidan qaraganda, shahar ichidagilarning yeydig'ini asosan qolmabdi. Demak, qo'rg'ondagilar intayin ojizlashdi. Tangrining inoyati bilan shaharni bugun olsaqmi ola olamiz, erta olsaqmi ola olamiz. Şuna hücum qilib lashkarlarimizni chiqimga uchirtib yurmay, lashkarlarimiz sovuqdan daldalangandek qishloq silishning hozirligini ko'raylik. O'tda qilamanki, Baysungur Mirza ko'p bo'lsa bir oy, oz bo'lsa 2 hafta ichida Samarqand shahrini jangsiz tashlab berishga majbur bo'ladi. Boburning ishonchga to'lgan so'zlarini anglab, Sulton Ali Mirzaning vujudida qaytadan umid paydo bo'ldi. "Aytqanlarga ilohim", dedi u. Men texi bu yilmi o'tgan yilga o'xshash lashkar chekindirishga majbur bo'lamizmi deb andish qilgan edim. Undaq bo'lsa qishloq silishning hozirligini ko'rgashtiraylik. Shunday qisla, dedi Bobur. Ammo
Oldinlariga qarmay, orqa taraflardan ehtiyot qilg'ayla. Sultan Ali Mirza ajablanib so'radi. Qandoq deydilar oliylari? Baysungur Mirzaning Turkistondagi Muhammad Shaybon xonga elchi etib yordam so'rganligidan xabarlari bor qachon. Tag'am Sultan Mahmud xon oliylarining qanday xiyoli bor ekan bilmadim. U Shaybon xonni nurg'un lashkar bilan Baysungur Mirzaga ko'maklashishga yo'lga sapdi. Ular balkim bir necha kun ichida yetib kelishi mumkin. Bu xabar Sultan Ali Mirzani yana tashvishga solib qo'ydi. Bu qanday gap bo'lib ketdi? O Shaybon xon degan badbaxt qanchalik lashkar bilan kelgandi? Yovning qanchalik lashkar bilan kelishi muhim emas. Muhimi bizning yovning muqobisiga chiqqidek jasoratimizning bor yo'qligida oliylar. Dedi Bobur Sultan Ali Mirzaning tashvish chiqib turgan ko'zlariga tikilib turib. Shaybon xon uzoq yo'ldan yerib yetib keladi. Ammo biz bo'lsak 6-7 oydan beri tuzuk jang qilmay orom yelib o'tamiz. Sarkard lashkarlarimizni jang sig'inib qoldi. Biz Baysungur Mirzaga ko'makka kelgan yovning oldini to'sib, orom yelib olishga fursat bermay hujum qilgan bo'lsak, gap yo'q nusrat qozonamiz. Quliqim siladi, dedi Sultan Ali Mirza Boburning qo'mondonligiga bo'ysunganligini bildirib. Undaq bo'lsa men sarkard lashkarlarim bilan yovga ro'bro chiqay. Siz sarkard lashkarlar bilan bo'ktirmada turib, hamdam bo'lsizlar. Shaybon xonning ahvolini bilib kelishga choparman mangdirdim. Ma'lumot olganaman sizlarga xabarni beraman. To'liq obdan, dedi Sultan Ali Mirza. Xohi kunduzi, xohi kechasi bo'lsin, lashkarlarni uch qitimdan nag'ri chaldirib, cho'qqan so'ran soldirib, shahar ichiga vahima selib turishni to'xtatib qo'ymizlar. Ularning yuragi qanchalik mo'jilsa, irodasi shuncha tez sunadi. Boburning farzi to'g'ri chiqqan edi. 3 kun o'tmayla Shaybon xon 30 ming lashkar bilan yetib keldi. Tag'am Sulton Mahmud xon nimanch qarinlik qilgan bu? deb o'yladi Bobur. Shaybon xonning lashkarlarini iditlab ko'rgandan keyin uning g'arzi Baysungur Mirzaga ko'maklashish emas, Samarqandni elish o'xshaydi. Lekin shundaqdimi Shaybon xondek sadoq to'liq sinalmagan yot sarkardagi shunchalar ko'p lashkarlarni topshirg'ini nimasi? Ajaba Shaybon xonning ota dushman ekanligini rahmatlik bobom Sulton Yunus xon oliylarida Shaybon xonning bobisi, otasi ham tog'isining saltanatdan xun qisasi borligini bilmamligini. Lashkar degan taxt saltanatning o'g'li. Uning tizginini qarab turib, niyat muddasi noma'lum, sadoqati sinalmagan yot birovga tutqizib qo'yish qandoq bo'ladi? Samarqandni deb saltanatdan ayrilib qolmasa bo'ladi-ku. Xizmatida Mirza Muhammad Husayn ko'ragan Said Muhammad Mirzdek ham sadoqatman, ham jasoratli pishqon sarkarlar turib, Shaybon xon lashkar bishqig'ini nimasidir? Yoki Shaybon xon tag'am uchun ulardan ishonchlikmidi? Bobur xiyolini ortiqcha davomlashtirishni xohlamadi. Shaybon xonning buguncha jangga chiqish muddasi yo'qdek qiladi, dedi Bobur bilan ko'zish munorisib turgan Qosimbek Qovchin. Ahvoldan qaraganda bugun bargoh qurib joylashimiz kerak. Albatta shunday qiladi, dedi Bobur yov lashkarlardan ko'zini uzmay turib. Uning uchun hozir lashkarlarni orom oldirib olish hammadan muhim. Shuni o'zini xotirjam tutishga tirishib lashkarlarni tartibga solib olmoqchi. Ko'rdingmi? Ularni chandırmaganda qilgan bilan amaliyotda bizning ahvolimizni kuzatib o'tadi. Texi lashkarlar vaqtli xandak qo'lab, qo'rg'on tamsilishga taraddudlanib yetibdi. Ho'syorligi bizdan kam emas. Ol Shaybon xon to'lim yeligar odam, dedi Qosimbek Qovchin. Bexud tursak hargiz bo'lmaydi oliylar. Lashkarlarimiz allaqachon hozirlanib bo'ldi. Darhol hujum qilaylik, dedi Bobur keskinlik bilan. Ularga orom elishga fursat bersak bo'lmaydi. Sizlar Ali Darvishbek, Ali Mazid Qovchin,
Mirim Lagari, Said Qaribegler bilen Turşavul Bosla, Ahmet Tembel, Muhammed Baqirbeg, Şirin Tağayla Çapavul Bosun, Reis Lagari, Said Qaribeg, Muhammed Dost qatarlıq sərkədlər oң sol tərəfini muhafizət qılıb hücum qılsın. Qalğan sərkədlər çağdavulluq qılsın. Böktürmüdə turğan Sultan Ali Mirza qoşunuğa kelişib ağınımız boyunca zəmbirək oqu bilan belgi berəydi. Fərman bərdarman. Otısla, dedi Babur mengizqi təmsilgən Qasımbek Xalçınğa qarab. Sərkədlərə qatlıq çekilisilər. Muhammed Seyban xan yengilib qarşı qoğlumusun? Lashkarlarimiz yada talafat yetkizmesin. Qasımbek Xalçın Babur'un məqsədini düşənməy tengirqidi. Bu deganlari ko'nglimni tushansizlar. Tog'am Sultan Mahmud xon oliylarining yuzini qilmasam bo'lmas. Sayg'ni ursang egisiga bag'ishlaydigan tamsil bor emasmi? Sarkar lashkarlari ziyoda ko'p talafat kuchirsa, xon tog'am mendan ranjib qoladi. U mendek jiyanining izzatiga rioya qilmagan bilan, men uning tog'liq hurmatiga rioya qilmasam bo'lmas. Jangda yovg'i silli rahim qilsak toza qamlashmasmikin. Men jangda rahim shafqat qilinglar demadim. Navoda yengilib chekinsa qashqili qo'yinglar dedim. Muddalarini tushundim oliylari. Yana bir gap, dedi Babur. Yovning oziq-to'likini imkon bor ko'proq o'ljalanglar. Xabarlarda bor, bizim oziq-to'likdan qisilib qelyapmiz. 30 ming lashkariga qattiq ishongan Muhammad Shayboni xon Babur bilan Sultan Ali Mirzani oldirib hujum qilishga petinolmaydi deb faraz qilgan va ularga Sultan Mahmud xonni surko'stib, sulhi bilan chekindirib, Boysungur Mirzaga yordam bergan qiyofatda shaharga kirib, Samarqandni osonlik qo'lga olishni ko'ngliga pukkan edi. Kutmaganda Boburning shiddatli hujum qo'zg'ishi uni xiyli tamtirtib qo'ydi. Özünü oşuyulup sərkəd ləşkərlərinin hücumğa təşkilləgən bolsun, oldu tərəfdən Babur'un sərkəd ləşkərlərinin şiddətli hücumu, iki yan tərəfindən Sultan Ali Mirza'nın böktürmədə turğan sərkəd ləşkərlərinin zərbəsigə bərdaşlıq verənmədi. Bu iki soyumunu səlcaqlab qaldım mı nime? Ularının oram eli bilişimi fürsət vermək hücum qilishini o'ylashim kerak edi. Əmdi çekinsəm bo'lmaydi. İmkon bor shaharga kirib olish kerak. Ular 6-7 aydan beri muhasir qilib Boysungur Mirza'nın shaharni ololmagan ekan. Shuncha ko'p lashkarlarim bilan mudofaa qilsam, texmo mumkin emas. Shaharga kirib olgandan keyin qo'shinni tartibga solib olib, ondan hujum qilishning qanday bo'lganligini ular ko'zitib qo'yman. Sultan Ali Mirza'da men qarshi chiqqidek jasorat yo'q. Lekin Boburni bo'shchaqlamasam bo'lg'adek. U sarkarlarga jang qilg'ach, shahar tarafga ilgirlash farmonini berdi. Udulimizga yov bilan ziyoda tirkashmay, Shayxzoda darvoza tarafga ilgirlanglar. Shayboni xon farmon tushirgach, o'zi oldida yo'l boshlab mangdi. Boysungur Mirzaga darhol xabar yetkiz, shaharning darvozasini tezdan ochib bersin, dedi Muhammad chapko'rgidan o'tib Shayxzoda darvozasiga yaqinlashgan Shayboni xon Tavochibekka qarab. Tavochibek Shayxzoda darvozasi tarafga qarab ushqandek ot soldi. Shayboni xon orqada kelayotgan lashkarlarning vahimaga tushib, jasoratini yo'qotib qo'yayotganligini, orqasidan top bostirib qo'g'lab kelayotgan yov lashkarlarning hujumiga unumli qarshilik ko'rsatmayotganligini ko'rib, g'azabdan chiroyi qardab ketdi. Lashkarlarning oldida bo'lmasam bo'pti ekan. Ular meni jon qayg'usida shahar kirib olishga qoldirib qoldi deb o'ylab qoldi bo'g'ay. Meni ko'misi Boysungur Mirza shahrining darvozasini hargiz ochib bermaydi. Tavochibek xabar elib kelguncha orqa safga qaytay. Bu Bobur degan badrak tog'asi Sulton Mahmud xonning yuzini qilaymi demaydi-ku. Iymotchi qo'shin oziq-to'liklarni qo'riqda yolg'anmidi? Yo hazrat, lashkarlarim o'latilishga baxmay bu tarafga kechyotidi-ku. Ularning rostli qarshilik ko'rsatgidek jasorat qilmaganmidi? Shayboni xon xiyolini yig'ishtirib orqa safga qarab ot soldi. Orqanglarga yeninglar, yovning oldin to'sib zarb beringlar. Shayboni xonni ko'rib, sarkar lashkarlari yana qaytadan jonlandi. Jang vaziyatida yana qaytadan tirkishish holati shakllandi.
Muhammed chapga o'rkida har ikki tarafdagi lashkarlarning jasadi ko'payishga boshladi. Ajal qilishlari quyosh nurida so'g'uq yaltiraydi. Tuproqqa singib bo'lolmagan qonlar yoqutdek julalaydi. Tavachi bey bir oz pishim vaqt o'tganda qaytib keldi. Qanday bo'ldi? Tik bo'lib turayotgan Shaybonxon Tavachi beyga qarab chekchaydi. Ajab ayol qolding-ku. Darvozakilar Boysunqur Mirzani ijozat olayli deb saqlatdi. Lekin ul Mirza Mirzaning bo'pti. Boysunqur Mirza Samarqand shahri Shaybonxon janoblarining askarlarini sig'dira olgudek uncha cho'ng emas. Shahar sirtida bargoh tikib yovga taqobil tursin. Yov chekingandan keyin istiqbolga chiqib shaharga taklif qilaman debdi. Ma'lum xotin taloqning qilgan gapini G'azabdan o'ti yerilg'idek bo'lgan Shaybonxonning ko'ziga qon to'ldi. Shu topda Bobur bilan Sulton Ali Mirzaning birlashma qo'shini qadam-qadam qistab kelyotdi. Samarqand shahrining darvozasi bo'lsa mahkam taqiq. Sepil ustidagi o'xya, manchanoq, zambiraklarni batlab turayotgan lashkarlarning alposi xeyli yomon edi. Navoda Shaybonxon pisand qilmay sepil to'ga yaqinlab qolsa, o'q yomg'irda qilishi turg'anli gap edi. Boysunqur Mirza degan xumpar niyatimni bilib qolgan o'xshamamdi. Aslida Samarqandga buncha oldirab yaqinlashmay ahvolni tantanlab ko'rsam bo'pti ekan. Bobur bilan Sulton Ali Mirzaning tayyorlik ko'rib oldin hujum qilishini nazarga olishim kerak edi. Ol ikki siyriq tukni tangishim emas deb sal chaqlabdiman. O'zingni archaqlasang, o'zgini shirchaqla degan hikmatni nemishqa esimganmidimi? Endi qanday qilsam bo'lar? Shuncha sham bilan lashkar tortib kelib, hech ishni vujudga chiqaramay chekinsam, Sulton Mahmudxonning oldidagi obro'yim to'kilib ketmasmi? Menga bo'lgan ishonch sustlab qolmasmi? Aron tasti ilkim qolgan shuncha ko'p lashkarlardan ayrilib qolamanmi? Mushu lashkari yurishga ijozat olaman deb Ahmad Talbi bilan Mirza Ne'mat Pashaga nurg'un oltin kumush sungutgan emasmidim? Shuncha yillardan beri mushundaq fursatni kutib, Sulton Mahmudxondek bo'limsiz, döt, qaboqtalliga qilmagan xushomatlarim qolmagan emasmidi? Muhammad Husayn ko'rgan bilan inisi Said Muhammad Mirzaga bo'libli berdi u. Ol ikkisi azaldan menga gumon bilan qarab, har qachon Sulton Mahmudxonni ogohlantirib kelgan edi. Va tarixa, ma'u ta'tir qismatni ko'rmabdi. Olqinim qil kirayli deb qolgan Samarqand shahrini, buyuk Mavara Nahir tasarrufini mushunda xil tashlab ketarmanmamdi. O'z vaqtida bepoyon dast qilib jahtolasini titratgan O'zbek xonning hadis atrofli xonlarga farmon tushirib, olpon sovg'atlarini qabul qilib yashagan Shavkatli Sulton Obul Xayrxon avlodlarining Samarqand taxtida o'tirish orzusi yana qancha yil kechikib ketadi. Bo'ldilar. Kembigan talayda onamning haqqi bormi deb ekan. Avval lashkarlarim darhol chekindiray. Elim atigandan beri xeyli ko'p lashkarlarim talafot ko'chirdi. Qolgan lashkarlarni bir amal qilib ilkimda tutib turay. Har xil bahona sabablarni ko'zlab Toshkentga bormay Turkistonda turib olsam, Sulton Mahmudxon nima qila oladi? Toshkentda menga taqobil turg'idek tuzuk lashkar qolmadi. Mush lashkarlar ilkimdil bo'ladigan Sulton Mahmudxonning royimga boqmay amali yo'q. Yolg'iz Samarqand shahri emas, butkul Mavara Nahir, hatto Farg'ona vodiysi bilan Toshkentmi olqinimdan kechib qutulolmaydi. Qattiq mayuslangan Shaybonxon oziq-tuliklarining tangdan to'lisini Bobur bilan Sulton Ali Mirzaning lashkarlariga tashlab berib, Turkistonga chekinishga majbur bo'ldi. Sepil ustida turib, Shaybonxonning qattiq mag'lubiyatga uchraganini ko'rgan Boysunqur Mirza ishning muddasidek bo'lmaganligini his qilib, qattiq umidsizlandi. U Shaybonxonni shaharga kirgizmasam, ilojsiz Bobur podsho bilan Sulton Ali Mirzalarning birlashma qo'shin bilan jon tikib elishga majbur bo'ladi. Navoda Shaybonxon g'alaba qilsa, qimmatbaho sovg'a salomlarni pishkash qilib, rahmat asqalli etib, chiroyli yo'lga solaman. Agar mag'lub bo'lib qolsa, o'z uvoli o'z gardiniga,
Bu aralıqda Babur bilan Sultan Ali Mirzamo ko'p chiqimdar bo'ladi da, men bilan qarışlashga mag'dur yetmay, o'zligidan chekinishga majbur bo'ladi. Oxirgi hisobda foydani yana men olaman deganlarni qo'lishdan o'tkazib, Shaybonxonni shaharga kirgizmagan edi. Kutmaganda Shaybonxonning ortiq tirkashmayla chekinib ketishi uning bu xam xayolini butunlay barbod qilib etdi. Samarqand shahrida allaqachon oziq-tulik tugagan edi. Lashkarlar kundan kunga g'o'rgil g'izo yeydigan holga tushib qolgan edi. Shahar aholisi bo'lsa, osh serinliqda holidan ketgan edi. 7 oyga yaqin qilingan qamal Samarqand shahrida mislsiz ocharchilik paydo qilgan edi. Lashkarlarning yana tirkishib turishga bardoshlik bermaydiganligini mushundaq turaversa Samarqandda emas, jinini saqlab qololmaydiganligini his qilgan Boysunqur Mirza bir kuni kechasi sadoqatman amir sarkardlari, xos navkarlari va xotin bolalarini elib shahardan o'g'irliqchi chiqdi-da, oqsi Mas'ud Mirzani panoh tortib Qunduzga qarab qochdi. Garchi og'am Mas'ud Mirza bilan o'tirmizda orochilik bo'lsin. Sultan Husayn Boyqara Qunduzga lashkar tortib kelganda uningga panohlik bergan edi. Tex o'tgan yili uzundan beri oshiq beqaror bo'lgan Shayx Abdullah Barlasning qizini nikohga elishiga yo'l qo'yib, shahardan chiqarib berdim. Mushu qilganlarimni yuzini qilibmi bo'lsa, menga panohlik berishi mumkin, deb o'yladi ot ustida g'amkin ketib qolgan Boysunqur Mirza. Bo'ldilar, endi hargizmi taqsirdan da'vos qilmayman. Samarqand taxtigohin talashsi Sulton Ali Mirza bilan og'am talashsin. Texi 22 yoshga kirmayla shunchalar ko'p xafaliklarni tortibdiman. Taxtda o'ltirib qanchalik rohat ko'rdim. Kunlarim urush tahlikasida g'am g'ussi bilan o'tibdi. Og'am insof qilsa kichikroq tumandan birarni bera. Ashiyada aram xudo yashamaymanmi? Anlıqçılar, bugün kitapni mushakcha o'qib beray. Ko'ngil qo'yib anlag'aninglarga rahmat. Xayr, xush, omon bo'lgaysizlar.